bu narsada bilimingiz bo'lmasa, albatta harakat qilishga ham urinmay, elektrikka yoki bizani chaqirsangiz, biz sifatli ulab sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hammaga salom. Bugun biz 4-videoni olishni boshlayapmiz. Video juda ham qiziqarli bo'ladi. Oldingi videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimizga o'tib albatta ko'ring, chunki qiziqarli ma'lumotlarni berib ketganmiz. Bugungi videoni aqlli uyga kirish qismi deb nomlasak bo'ladi, chunki relay haqida gaplashamiz. Relay o'zi nimaga kerak, nima qila oladi va uni qanaqa qilib ulash to'g'risida tushuntirib ketamiz. Bugungi videolarni ham biz bir necha mavzularga bo'lganmiz, ularni ko'rib turishingiz mumkin. Izohlarda hammasini time kodligi bo'lib chiqqanmiz. Relay o'zi nima? Relay bu kichkinagina qurilma, qaysiki sizni oddiy включательni aqlli включательga aylantirib beradi. Buni ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham kichkina. Sizni включателingizni orqasiga bemalol joylasha oladi. Mana kalit bilan solishtirib berishim mumkin. Mana shu qurilma tufayli siz chiroqni telefon orqali ovoz bilan yoki avtomatik sensor yordamida o'chirib yoqishingiz mumkin. Bu videoda biz turli xil relaylarni solishtirmaymiz, aynan bittasida to'xtab sizlarga ulashni o'rgatmoqchiman. Bu yerda turlari juda ham ko'p. Meter protokoli, Zigbee bularda hali to'xtalamiz. Albatta, hozir biz oddiy Wi-Fi protokolida ishlaydigan relayni sizlarga tushuntirib beramiz. Bu ikkita brendni tanlaganimizning sababi shuki, birinchidan bu arzon va Wi-Fi protokolida ishlaydi. Birinchisiga neytral shart emas, ikkinchisiga neytral kerak bo'ladi. Agar elektrikada ozgina tushunchangiz bo'lsa, neytral nimaligini bila olasiz. Hozir sizlarga oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar uyingiz eski remontdan chiqqan yoki eski provodka bilan o'tgan bo'lsa, sizlarda neytral bo'lmasligi mumkin включательda. Shunga neytralsiz relayni tanlashni tavsiya qilaman. Agar siz zamonaviy remontdan chiqqan xonadonda yoki zamonaviy remont qilgan bo'lsangiz, sizda neytral bo'lishi kerak va neytrali bor relayni tanlashingiz mumkin. Hozir video davomida neytralli relayni ko'rib chiqamiz, chunki buni o'rnatilishi sal qiyinroq oddiy relayga qaraganda. Buni ochib, hozir ko'rib chiqamiz. Ochamiz. Mana bunaqa kichkinagina ko'rinishda bo'ladi. Qo'limdan ko'rib turishingiz mumkin. Relayni ichida, korobkasining ichida shunaqa smart relay bo'ladi. Buni devorga mana qotirsak bo'ladi. Devorga yoki podrezetnikka qotirib turib, o'ziga mana taqib qo'yishimiz mumkin. Shunaqa narsasi chiqadi. Undan tashqari mana har xil tilda instruksiyani ko'rishingiz mumkin. Bu instruksiyada qanaqa qilib relayni ulash, birinchi o'rinda qanaqa qilib o'rnatib, keyin telefon mobil ilovaga ulashni tushuntirib ketishgan. Hammasini birin-ketin qilamiz va elektrikasini ulashni tushuntirib berishgan. Hozir men oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar siz umuman tushunmasangiz, mutaxassisni chaqiring. Oddiy elektrik buni bemalol ulab bera oladi. Yoki bizani chaqirsangiz, biz sifatli ulab sizlarga tushuntirib beramiz. Bu video uchun biz mana bir necha narsalarni tayyorlab qo'yganmiz. Hozir tushuntirib beraman. Sizlarning uyingizda shu включатель bo'ladi, hammada. Qolganini hozir ketma-ketlikda tushuntirib berishga harakat qilaman. Menda ko'rib turganinglardek, sun'iy ravishda buni sizlarga ko'rsatib berish uchun qilyapman. Agar siz xonadonda ishlayotgan bo'lsangiz, albatta avtomatdan elektr tarmog'ini 100% ga o'chirishni esdan chiqarmang agar o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz. Sxemani men qo'yib qo'yaman. Bu yerda ham mana instruksiyada ko'rib turishingiz mumkin. Faza kelyapti. O'chiramiz. Biz hozir bu включатель ichiga relayni joylashtirish uchun sxemani ulaymiz. Ko'rib turganinglardek, bu yerda hammasi chiroyli qilib yozilgan. Hammasini ulab oldik. Hozir sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Agar siz elektrikada bilimingiz bo'lsa, buni tushuntirmasimdan sxemani o'ziga qarab turib siz albatta ula olasiz. Agar bu narsada bilimingiz bo'lmasa, albatta harakat qilishga ham urinmay, elektrikka yoki bizani chaqirsangiz, biz sifatli ulab sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Mana biz hamma narsani tayyorlab oldik. Ko'rib turishingiz mumkin. Включатель yordamida endi biz mana bu chiroqni yoqib o'chirishimiz mumkin. Undan tashqari relayning ham o'zini kichkinagina tugmasi bor. Bu yordamida biz mana chiroqni yoqamiz va o'chiramiz. Bizda ikkita kanalli relay bo'lgani uchun biz faqat bitta tugmani ishlatdik. Mana ko'rishingiz mumkin, yonda o'chdi. O'zini ham ovozi chiqadi. Mikrofonga yaqinroq kelib mana o'zini ham ovozi chiqadi. Unaqa baland emas. Endi bu relayni biz telefonga ulashni o'rganamiz. Buni hozir zapisga qo'yib beraman. Ko'rib turishingiz mumkin. Har bitta qadamni sizlarga ko'rsatib boraman. Birinchi o'rinda App Store ga kirib, MyS degan
Bu Maes brendiga tegishli bo'lgani uchun Maesni o'zini ilovasini biz yuklab olamiz. Menda yuklangan bo'lganligi uchun open deb yozuv chiqyapti. Ochib olaman. Registratsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, registratsiyadan o'tasiz va shaxsiy mana kabinetga kirganingizda menda hozir hech qanaqa qurilma qo'shilmagan, plus tugmasini bosib turib add device deyapti. Yangi qurilmani qo'shish deyapti. Bluetoothga ruxsatnoma so'raydi, albatta ruxsat berasiz. Undan keyin releni 5 marta yoqib o'chirishimiz kerak bo'ladi. Hozir 5 marta yoqib o'chiraman. Bo'ldi, mana ko'rib turishinglar mumkin. Smart Switch model deyapti. Releni shunaqa nomlangan. Buni ustiga bosib Wi-Fi parolini so'raydi. Hozir biz nastroykadan Wi-Fi parolini qarab olamizda. Maes prilojeniyasiga Wi-Fi parolini kirgizamiz. Nimagaki bu relay Wi-Fi protokol orqali ishlaydi. To'g'ridan to'g'ri Wi-Fi ga ulanadi. Hech qanaqa hub talab qilmaydi. Afzallik tarafi ham shu. Ko'rib turishinglar mumkin. Ozgina vaqtinglarni qo'yib boraman. Ustanovkaga, keyin Wi-Fi ga ulanishga vaqtinglarni olishi mumkin. Mana birdaniga bandi ulandi. Dan deb bosamiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Switch 1, Switch 2 bor. Mana bu yerda переименовать bor. Выключатель turibdi. Biz buni nomini выключатель в спальне deb qo'ysak bo'ladi. Misol uchun выключатель в спальне. Выключатель в спальне qildik. Mana endi ko'rishinglar mumkin, Maes ilovasida biz asosiy menyuga o'tganimizda bizda выключатель в спальне turadi. Hozir mana yoqiq. Bu yerda smart lampochka bo'lganligi uchun men chiqardim, chunki 5 marta o'chirib yoqsa lampochka ham nastroykasi buziladi. Mana ko'rib turishinglar mumkin, выключатель спальни yoqiq. Endi telefon orqali biz o'chiramiz. Birdaniga ishlaydi, mana ko'rishinglar mumkin. O'chdi, yondi. O'chdi, yondi. Ilova orqali endi biz выключательni o'chirib yoqishimiz mumkin. Agar sizda Maesga tegishli bo'lgan harakat datchigi bo'lsa, bu yerda mana har xil ssenariy integratsiyalar bor. Harakat sezilsa, avtomat tarzda bu relay chiroqni yoqib beradi. Bu degani uyingizga kelganingizda agar sizlarda harakat datchigi yoki harakat sensorlari bo'lsa, kirganingizda chiroq o'zidan o'zi yonadi va boshqa ortiqcha harakat talab etmaydi. Mabodo Wi-Fi ishlamasa, qanaqa qilib ishlataman deysizlar. Albatta bizda выключатель bor. Выключателga bosib turib svetni o'chira olamiz, yoqa olamiz. Avtomat tarzda bu sinxronizatsiya bo'ladi. Mana hozir ko'rib turishinglar mumkin, svet yoniq, bu yerda ham yoniq tugmasi yonib turibdi. O'chirib qo'yishimiz mumkin. Aqlli uyga birinchi qadamni bosganingiz bilan tabriklaymiz. Hozir buni Alisaga integratsiya qilishni harakat qilamiz. Alisani yoqib, ovozli boshqaruv yordamida ham o'chirib ko'rishga harakat qilamiz. Internet ishlamay qolganda yana shu joyda to'xtalib o'tmoqchiman. Relay ishlamaydi, chunki bu Wi-Fi protokolida ishlaydi. Agar sizda Zigbee yoki Metro protokoli bo'lsa, internetsiz ishlab berishi mumkin telefon orqali. Wi-Fi relaylari albatta Wi-Fi ga bog'liq. Agar internet ishlamasa, relayni distansion tarzda telefon orqali o'chira olmaysiz. Faqat o'zingizni включатель orqali o'chirib yoqishingiz mumkin. Internet ishlashni boshlaganda siz mana telefon orqali o'chirib yoqa olasiz. Internetga bu relay Wi-Fi bo'lganligi uchun bog'liq. Endilikda Alisaga ulashni o'rganamiz. Mana buni birinchi marta harakat qilaman. Sizda Alisa bo'lsa, Umniy dom ilovasiga kiramiz. Hozir buni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Umniy dom ilovasiga kiramiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Umniy lampochka menda ulangan. Chunki bu aqlli lampa bo'lganligi uchun endi Maes relayni bu yerga o'tkazishga harakat qilamiz. Bu yerda mana plus tugmasini bosamiz. Устройство умного дома degan joy bor. Добавить. Ko'rib turishinglar mumkin, har xil brendlar bor. Biz poiskga Maes deb yozamiz. Maes deb yozganimizdan keyin mana Maes chiqdi. Привязать к Яндексу tugmasini bosamiz. Hozir ko'ramiz. Nimalar bizdan talab qilishini. Bizdan region bilan login parol so'rayapti. Hozir buni men tezgina kiritib olaman va qaytaman. Ularda mana ko'rib turishinglar mumkin. Yandexda biz Maes profilini uladik va ko'rib turishinglar mumkin, bizning включателimiz o'tdi. Mana ofisda oldingi включателlar ham o'tdi. Hozir bularni o'chiramiz, chunki bizda bitdi. Bularni biz showroomimizda
sinovdan o'tkazganmiz. Mana ko'rib turishinglar mumkin, Yandex ilovasida включатель в спальне bor. Sal Wi-Fi da ishlaganligi uchun ozgina vaqt talab qiladi va meni Wi-Fi ham uzoqda bo'lganligi uchun, lekin ishlayapti. Mana ko'rishinglar mumkin, Yandex ilovasida men o'chirib yoqyapman. Endi Alisa spalnyada chiroqni o'chir. Afsuski, men buni qila olmayman. Boshqacha so'rab ko'ring. Xo'p, o'zbek tilida tushunmadi, chunki hali o'zbek tilida yaxshi ishlamayapti. Hozir rus tilida so'rashga harakat qilamiz. Alisa, выключи свет в спальне. Afsuski, men hali o'zbek tilini... Alisa, послушай. Alisa, выключи свет в спальне. Ой, простите, а вы не ошиблись с комнатой? Не нахожу никакого. Alisa, выключи выключатель в спальне. Ko'rishinglar mumkin, Yandex ilovasida выключатель в спальне bo'lganligi uchun aniqlik kiritmasanglar, Alisa hali dovdiraydi, chunki menda eski versiyasi. Yangi versiyalarda balkim kallasi yaxshiroq ishlasa, tushunib o'chirishi mumkin. Lekin so'z isboti bu narsa ishlayapti. Mana ko'rishinglar mumkin. Alisa, включи выключатель в спальне. Sizlarni ko'zinglarni oldinglarda o'rnatilgan va ulangan narsa mana ish beryapti. Bu yerda ko'rib turishinglar mumkin, har xil ssenariylarni amalga oshirsak bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Har xil ssenariylar, misol uchun studiya deb nomlab turib, men studiyaga keldim yoki uyga keldim deb aytadigan bo'lsanglar, svet o'zidan o'zi yoqilishi mumkin. Bu narsalarni biz keyingi videolarda albatta ko'rib chiqamiz, chunki bugun biz faqat relay haqida o'rgandik, ko'rdik. Boshqa relaylardan buni farqi shundaki, bu Wi-Fi da ishlaydi. Boshqa relaylar mana misol uchun Zigbee protokolida ishlaydiganlar, bular Wi-Fi siz ham ishlaydi. Mabodo internetinglar o'chadigan bo'lsa, Zigbee, Matter protokolidagi relaylar internetsiz ham ishlaydi. Bu degani ilovaga kirib turib, siz relayni o'chirib yoqishingiz mumkin. Ko'rib turishinglar mumkin, biz oldinglarda uladik. Albatta, birinchi o'rinda xavfsizligiga e'tibor bering. Bu narsalarni tushunmasangiz, elektrikada birinchi boshlang'ich bilimingiz bo'lmasa, menga o'xshagan, buni ulashga harakat qilmang. Elektrik yoki bizani mutaxassisimizni chaqirib, ular yordamida ulab, o'rganib olishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, izohlarda kommentariyalar yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda nimalarni obzor qilib beraylik. Biz birin-ketin hamma narsani sizlarga ko'rsatib, o'rgatishni boshlaymiz. Eslatib ketaman, Mayes, Sanof, Akara brendlarini biz distributor hisoblanamiz. Agar sizlarga bularning mahsuloti kerak bo'lsa, bizani showroomga kelib, o'rganib, xarid qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda albatta ko'rishamiz.